aqrabo adlari, ya'ni qarindosh nomlarini ko'rib chiqamiz. Anne, ona, baba, ota, anne, ona tarafdan buvi, baba anne, ota tarafdan buvi. Yoki qisqacha qilib nene deb aytishimiz mumkin. Dede, bobo, buyuk baba, bu ham bobo. Abla, opa, ağabey, aka, qiz kardeş, singil, erkak kardeş, uka. O'zi kardeş so'zi bu so'zni qondoshingiz, jigaringiz ma'nosida bo'lib keladi. Dayı, tog'a, yenge, yanga. Amca, amaki, teyze, xola, hala, amma, enişte, pochcha. Yeyen, jiyan, kuzen, amakivachcha, xolavachcha, tog'avachcha, ammavachcha ma'nosida. Kayinvalide yoki qaynona, qaynona, kayinpeder, qaynota, kayinbirader, qaynaka, qaynuka, görümce ve baldız, qaynopa, qaynasingil ma'nosida. Mani ayolim, mani opa yoki singlimga görümce deb aytadi. Men ayolimni opasi yoki singlisiga baldız deb aytadi. Gelin, kelin, damat, kuyov, bajanak, boja. Yana qaysi qarindosh nomlarini bilasiz, izohlarda yozib qoldiring va men yo'qotib qolmaslik uchun obuna bo'lishni unutmang.